Puls nima? Yurak urishini arteriyada sezish. Puls qayerda eng ko'p tekshiriladi? Bular arteriyasida. Isitma necha darajadan boshlanadi? 37,5. To'g'ri. Kislorod yetishmasligi nima deb ataladi? Qon ketish turlari qaysilar? Kapillyar, venöz, arterial. To'g'ri. Venoz qon ketish qanday bo'ladi? Yorqin qon sekin o'tadi. Tomir ichiga dori yuborish nima deyiladi? Javob yo'q, noto'g'ri. Shok nima? Organizmda og'ir hayotiy holat. To'g'ri. Inyeksiya nima? Ukol qilish, inyeksiya ukol qilish. Noto'g'ri. Hamshira nima uchun qo'lini tez-tez yuvish kerak? Tozalik uchun. Noto'g'ri. Bemor hushidan ketganda birinchi nima tekshiriladi? Nafas va puls. To'g'ri. Puls qayerda tekshiriladi? Yurak arteriyasida. To'g'ri.